Yunusobod 3 qahramonni bilasiz. 3 qahramon postidan 4 kilometr kirib kelganimizda Shredder bog'imiz keladi. Shredder bog'imizning ro'parasiga mahallaga kiradigan bo'lsa, bizda yangi 2 etajli mana shu uchastkamizda sotilyapti. 4.1 sotu yer maydoniga qurilgan mana shu 2 etajli uchastkamizda 8 ta xona, 5 ta sanuzeldan iborat. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan, uyga egalari 240 ming AQSh dollarda so'rashyapti. Kelishiladigan joylari bor. Uchastkamizni yoqib qolgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Shunaqa uchastka xarid qilmoqchi bo'lgan tanish-bishlaringizga samolyotda jo'natib qo'yamiz. Xo'p, qarang. Mana bu darvoza elektronniy, mashinani bemalol olib kirsangiz bo'ladi. Bu yoq paradni xudimizni pishkun kirib kelaverasiz. Yashil hududimiz bor, tapchanimiz bor. Orqa tarafida ham hovli, yozgi oshxonalarimiz ham bor. Keling uy ichiga kiraveramiz. Asosiy eshigimizdan kirishimiz bilan bizani juda ham katta qo'l kutib olar ekan bu o'rtalar. Bunaqa qo'l hali birinchi marta o'zim ko'ryapman. Keling, chap tarafdan boshlaymiz. Bizda birinchi oshxonamiz bo'ladi. Hamma yog'imizda tepli pollarimiz bor. Undan tashqari radiatorlarimiz ham bor. Bu yog'imizda oshxona juda ham katta, o'zingizga yoqqan stroyni, kuxni garnituri xohlagan rangingizni zakaz qilib o'rnattirib qo'yaverasiz. Shu qo'limizdan chap taraf ikkinchi etajga chiqib ketamiz, xonalarga bo'linadi. To'g'riga kiradigan bo'lsa, biz zalga kiramiz. Zalni ham kattaligini ko'ryapsizmi? Interyer, dekoratsiya, ranglar, hammasi zo'r. Живой kelib ko'rsangiz, undan ham chiroyli. Shu zaldan orqa hovli, yozgi oshxona, u yoqda yana bitta bir xonali sanuzel uyimizda qurilgan. Uni ham ko'rasiz. Keling, bu yog'imiz chap tarafimizda общий sanuzelimizda, sanuzellarimizda ham bag'ri juda ham katta. Bu yog'imizda yana bitta spalniyimizda. Mana bu yerda esa kichkina kladovka, pilisos, spirgi bu narsalarni joylashtirsangiz bo'ladi. Shu bilan biz ikkinchi etajga chiqamiz. Dekoratsiyali oynalarimiz mavjud. Mana ikkinchi etajimiz bizani hol kutib oladi. Ikkinchi etajimizda 4 ta spalni va 3 ta sanuzeldan iborat. Birinchi spalnimiz. Xonalarning hammasi katta-katta. Bir, mana ikkinchisi. Wi-Fi'lar tayyor o'rnatilgan. Mana shu spalnining o'zida o'zini sanuzeli ham bor. Marhamat. Bu birinchi sanuzel. Mana bu tarafimizda ham proyom qoldirilgan, o'zingizga fokusingizga ideya topib, bu yoqdan foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, bu yog'imizda yana bitta spalni, bu spalnida ham o'zini sanuzeli mavjud. Ha, ko'rsating. Va bu spalnining o'zini terrasasi ham bor. Mana Ko'rasizlar, faqat novostroykalarda terrasa emas, уже uchastkalarda ham terrasa qilishyapti. Hop, 1 2 3, 4-chi spalnimiz. Bu yog'imiz общий sanuzel. Bu yog'imizda esa уже bizda 7-chi xonamiz. 8-chi xonamiz tashqarida, yuring birinchi etajga qaytamiz. Boya aytganimdek, zaldan orqa hovliga chiqamiz. Bu tarafimizda podvol, kotelning yuragi shu uyi, mana shu kotelning podvolda joylashgan. Bu yog'imizda hovlimiz, yashil hudud, kattagina yozgi oshxona, mana chiroyli qora granitmi yoki kafelmi bilmayman. Bu yog'imizda to'g'rimizda esa yana bitta kattagina xonamiz bilan va bitta sanuzeldan iborat. Mana. Bu 8-chi xonamiz. Marhamat. Bu yog'imizda esa bizda yana bitta sanuzel. Shu ko'rgan 2 etajli 8 ta xona, 5 ta sanuzel, 4.1 sotuga qurilgan mana shu binomizda yangi remont sifati, interyer dekoratsiyalari zo'r. Narxi 240 ming AQSh dollarda kelishiladi. Tanish-bishlarimizga samolyotda jo'natamiz.